Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Bugungi xonadonimiz Toshkent shahar Sergeli tumani Xonobod mahallasida joylashgan 6 sut yer maydoniga ega bo'lgan fayzli xonadonimizga kelganmiz. Bu xonadonimizning plyus taraflaridan bittasini zo'rini aytib o'tib ketaman sizlar uchun. Faqat sizlarga yaxshisini yelinaman-ku bilasizlar-ku. Bu xonadonimizda massiv qo'yliq atrofida yashaydigan aka-uka, opa-singillarning diqqatiga. Bu xonadonimizni domenlarni berib turib, barter qilib olsanglar ham bo'ladi. Yana bitta zo'r fishkasi bor, ko'rsatib o'tib ketaman. Keringlar. Xonadonimiz shundoq katta yo'l yuzida joylashgan. O'ng tarafimiz Qo'yliq bozoridan shundoq kelaverish bo'lyapti. Chap tarafimiz Sergeli mashina bozoriga chiqib ketaverish bo'lyapti. Qaranglar, qatnov qismi hozir Xonobodning yo'li bu. Hamma biladi. Gazoyo'ldan kirib kelaverish. Qatnov qismini ko'ryapsizlarmi? Mashinalar tinimsiz o'tadi. Bu joyimizda 50 metr sal nariroqda do'konlar, oziq-ovqat, xo'shtavar hamma narsa joylashgan. Bu ko'rib turgan xonadoningizga ham xuddi shunaqa chiroyli qilib do'kon yoki xo'shtavar qilib qo'ysanglar ham yurib ketadigan joyi. Mashina qatnov qismini o'zingiz ko'rib turibsizlar. Fasatimizni uzunligi ancha katta. Mana bu navesimizning ostiga bemalol bitta katta do'kon qurib qo'ysanglar ham bo'ladi. Qaranglar, to'sinlarni tashab tayyor qilib qo'yganlar. Shundoq oldini akfa qilib turib, do'kon qilib olsanglar ham bo'ladi bu joyimizda. Ko'chani shunday yuzida joylashgan. Ko'chadan ancha mundoqroq joylashgan, ko'rib turibsizlar. Bu yoqlarni ham ko'rsating, aka. Qaranglar. Katta, ancha katta. Endi asosiy xonadonimizga o'tamiz. Xonadonimizni ko'ryapsizlar. O'ng tarafimiz ham, chap tarafimiz ham naves osti bino joylashgan. 2-3 ta narsadan tashqari qolgan hamma narsani agar kelishtirilsa deyaptilar, shunda tashab chiqib ketaman deyaptilar. Narxini mayli aytib o'tib ketay, 1 soti yer narxini 19500 dollardan narxladilar akam. Yana ozgina kelishsanglar o'tib beradigan joylari bor deyaptilar. Endi o'ng qo'ldan boshlay qolaylik. Lekin akamga gap yo'q. Xonalarni vashsha akkuratni qilib qo'ygan ekanlar. Yo'ligimiz detskiy karavotlarni qilib qo'ygan ekanlar. Bolalarni shu yerda yotadi deyaptilar. Chap qo'lda mehmonlar kutadigan zalimiz bo'lyapti. Qaranglar, zalimiz ham chiroyli, akkuratni, chiqatida rasxod qiladigan joylari qolmagan. Kelasizlar, yeslicha bu yerda xohlasanglar buzib tashab, o'zinglar uchun ikkita uchastka qursanglar ham bo'ladi. Fasatimiz uzunligi 14 metr bo'lyapti. Bemalol ikkita uchastka qursanglar ham bo'ladi. Yoki kelib yashayman desanglar ham sharoitlarni ko'rib turibsizlar. Chiroyli, cho'tki holatda turibdi remontlar. Keyingi xonamiz ota-onalarimiz uchun mo'ljallangan spalnimiz. Spalnimizni qaranglar, chiroyli yorqin oppoqqina shu emulsiyalardan foydalanishgan ekanlar. Agar deyaptilar, mana bu mebel texnikalarim kimdir sotib olsa, shu yerda yashayman desa deyaptilar, bu mebel texnikalarimni ham qo'shib beraveraman deyaptilar. O'zlari bilan gaplashaverasizlar. Endi chap qo'limizdagi binoyimiz. Agar aytdim sizlarga do'kon qilaman dedim, dilar, o'sha qila olmay qoldim deyaptilar. Do'kon uchun qaranglar, kildovka ham qilib qo'ygan ekanlar. Xonadonimizni umumiy hojatxonasi va oxirgi xonamiz. Lekin eshik romlari bakvat oynalardan qo'yib qo'ygan ekanlar. Bu oshxonamiz bo'lyapti. Oshxonamizni o'zini bemalol ovqatlanib o'tirish uchun sharoitlarga ega katta joy ekan. Endi oshxonamizni agar mana bu joyimizdan eshik ochaman desanglar, o'rtasida shunday bo'lsa-lar, oshxonamizni ham ikkita xona qilib olsanglar bo'ladi. Gaz plita, endi kuxulli mebellar joyida qoladi deyaptilar. Gaz plitaga kir mashinalarni pulni kelishsam, ularni ham tashab ketaman deyaptilar. Oshxonamiz orqali bitta kichkina bo'lsa ham kladovka kir mashinani qo'yib qo'ygan ekanlar. Shu joyimizda umumiy yuvinish xonasi joylashgan va alohida o'zini hojatxonasiga ega ekan. Hovlimizni ko'rib turibsizlar. Tashqi fasatimizni o'rtada ikkita katta огород qo'ygan ekanlar. Pastda qiytiq joylari yo'q. To'g'ri to'rtburchak, korobka 6 sotli yer maydoniga ega.
Pastdan hovlimizga qaratib bemalol uchastka qursangiz, old tarafi do'kon qursangiz ham bo'ladi. Videoga like bosib, kommentariyada o'zingizlarning fikringizni qoldirib ketinglar. Dominglar borlar bo'lsa, Qo'yliq masjid atrofida aloqaga chiqinglar. Pastga egalar nomerini yozib qo'yamiz. Podpiska bosib kuzatinglar bizani iltimoslardan. Xonadon yoqqan bo'lsa, pastda egalar nomerini yozib qo'yamiz. Aloqaga chiqib o'zingizlar chiroyli baraka qilinglar. O'zingizlar ehtiyot qiling.